Assalomu alaykum. Arz qilman deblam kopsam, kimni arz qildi ekan deb qolmanglar. Tunigun mana bir Xitoy xotin chiqib qopti, dashya so'zlaydigan odamninki g'azabini o'rtadigan deymanmi. Mana videolar kelgancha, mana videolar chiqqanchada ostida nurg'un Uyg'ur qarindoshlar bunga inkas yezibdi. Hammasi mana ta'tir barmoq belgisi besibdi. Anda qilmay mana shu videoninki ekrandan manadek 3 tal chekit bayan tepib, report, arz qilamiz deganni bosamiz. Arz qilamiz deganni bosgandan keyin meniki to'g'rim sal yaxshi emasmi nima? Arz qilamiz deganni bosgandan keyin ham o'sha yerda qaysi turga tushsa, ashuna arz qilamiz odatda videolarni o'zingiz yoqtirmaganni ostiga qarag'anni besiversangiz u haq ostiga olsam, siz ustiga olsam, siz o haq bir nima bo'lib qolmaydi. Siz qanchaki jiq bir narsa qilsangiz, qanchaki bir inkasni jiq yozsangiz, qanchaki shundoq barmoqlarni bossangiz, kanal egasi xush bo'ladigan nima u sizniki yozgan inkaslaringiz faqat shu kanalning taraqqiyatiga foydasi bor. Uningdan boshqa hech qanday foydasi nimasi yo'q u yerga. Unda urushib, so'qishib, o'zingizni buzib tilgingiz bilan hech qanday oqmaydi. Bo'lsa, shu ko'pchilik hammaylar birlikda shu to'p hujum qilgan yaxshi shundoq shu arz qilgan yaxshi pay ko'rsatganligidek-chu shu yandagi belgini besiblam arz qilinglar. Arz qilman deganim shu. Ashuna qilingizlar. Bu Şinjan'da tug'ilgan Tuşing Tujanda deb o'sha deb buguy o'zim tilab ketib bormag'amda. İnkas barmoq besish hammasi shu kanalninki shu texmo taraqqiy qilishiga foydali. Shu YouTube şirketi, YouTube sistemasi o'zi avtomatik holda haqlar shu videoni ko'ratamdi, ko'rmaytamdi, qanchalik interference, shu qanchalik shunga involve qildi, ko'rishniki minussekund soni bor. Qanchaki ko'rgan sari ma videoni buni odam ko'rayotibdi deb sizniki shu burun ko'rgan videolaringizni ko'rgan kishilarga hammasiga avtomatik shunday tavsiya qilib turadi. YouTube'ga video yollaydigan do'stlar biladi. Odatda shu impression deydigan bir narsa bor. Impression click through deb odatda boshqalarga tavsiya qilib turadi. Tavsiya qilib tursa, shuniki bir 5-6%, 10% haqlar chekib ko'rib beqadi. Siz u haqninki undaq videolarini ko'raversangiz, unga inkaslarni yozaversangiz, shu kanalninki shu videoniki ko'rilishga timsonninki jiqlishiga tۆhпە qo'shgan bo'lasiz. Ana qilmay arz qiling. Bu arz qilishdagi bu qiziq hikoyalarni men iliqi intizorninki, inti ashninki necha ashuna Xitoylarninki shu videolarini arz qilib taqtatganligini, videolarini o'chirgizayotganligini shu o'z ko'zim bilan ko'rgan ashninki videolarini bir ko'rib baqsanglar o'zinglar nim qilsizlar. Bu bek qiziq ish u. Haqniki shuna nimalarni arz qilib yo'qotolsangiz degan u bir g'alaba. O Xitoylar bilan kirishimizning bir qismi hisoblanadi. Unda qilayotgan so'zlar vasi unutilganlik o'rni yo'q. Unutilaversangiz mayli endi bu unumli bir ish qilaylik desak, arz qilaylik. YouTube kanalimga a'zo bo'ling, do'stlaringizga tavsiya qilib qo'ying. Xo'sh, xudoyimga amonat.